Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yangi chiqqan sayt orqali pul ishlab ko'ramiz va sizlar bilan birgalikda pul chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, do'stlar, videoni boshidan oldin videoga birdan like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, meni bundan keyin chiqadigan videolarni ham ko'rib borasiz. Demak, do'stlar, bugun bizga mana shu sayt kerak bo'ladi. Mana Deluxe Let's Color degan sayt. Bu sayt bugun ochildi. Ertalab hop birinchi bundan ro'yxatdan o'tib olamiz. Birinchisiga nomer yozamiz, ikkinchisiga parol, uchinchisiga parol, to'rtinchisiga havzlik parol, boshqa parol kiritasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng bu yerda kirish orqali o'zimiz akkauntimizga kirib olishimiz mumkin. Mana biz ro'yxatdan o'tib oldik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu asosan mana VIP darajali sayt bo'lib, biz bunda VIP daraja sotib olib, pul ishlashimiz mumkin ekan. Hozir ko'ramiz, pul ishlab bo'ladimi? Pul chiqarsa bo'ladimi? Xo'p, birinchi bo'lib bu yerda mana VIP biri bor ekan. Mana xo'sh, bu 50 ming so'm ekan va kunlik daromad 8500 so'm ekan. Va 120 kun davomida amal qilar ekan va общий daromad 120 ming so'm bo'lar ekan. Lekin menimcha bu 120 kun ishlamaydi. Keyin bu yerda ikkinchi 200 ming so'm, kunlik daromad 38 ming so'm va bu 110 kun deyapti. Xullas bu yoq mana qimmatlashib ketgan. Xullas bu yoq mana past juda ham qimmat. Hozir biz mana birinchini olib hozir ishlab ko'ramiz. Birinchi bunga pul kiritishimiz kerak ekan. Bu yerda mana xo'sh 50 ming so'm masalan to'lash ustiga bosamiz. Ozgina kutsak, bizga mana karta berish kerak. Bizga mana karta beradi. O'sha kartaga pul tashlab, bu yerda chegin tashlasak, pulimiz uzog'i 10 daqiqada kelib tushar ekan. Undan tez kelib tushadi. Pul tashlash hammaning ixtiyori. Men hech kim majburlamayman. Просто sayt tekshirib ko'ryapman. Hop. Pul tashlagandan so'ng bizda bu yerda xarid qilish ustiga bir marta bosamiz va bizni xaridimiz amalga oshadi. Keyin bu yerda daromad bo'limi ustiga bossak, bizda mana bitta VIP turadi va bu yerda mana rejasi A deyapti va bu 50 ming so'm, kunlik daromad 8500 so'm deyapti va bu yerda mana 0 kun deyapti. Va bu 120 kun davomida bizga 8500 so'm daromad olib kelib turar ekan. Lekin 100% garantiya 120 kun ishlamaydi. Uzog'i 1 oy ishlashi mumkin. Ko'p ishlaganda ham. Hop, shundan qilib sotib olamiz va bu yerda o'zi mayning tarzda turavergan. Hop, bu yerda jamoa va keyin masalan bu saytda masalan pul ishlaydigan deylik. Endi uni chiqarib olish kelsak, bu yerda mening bo'lim ustiga bosamiz va bu yerda biz mana balansimiz turibdi va buni yechish uchun hop bu yerda hop boy sakvada bor ekan. Mana yechish bo'lim ustiga bosamiz va bu yerda ism kiriting deyapti. Hop, ismimizni yozamiz. Bu yerga mana kartani turini yozamiz. Mana hop, birinchisi turadi bizniki va bu yerga kart raqamini yozamiz. Hop, bu yerga mana kart raqamini yozib oldik. Endi taskin ustiga bosamiz va bo'ldi. Mana o'zgartirildi dedi. Endi mana yechishga kelsak, hop bu yerda mana bizning kartamiz. Summaga masalan menda 150 ming so'm pul bor edi. Hop 150 ming deb yozamiz. Va bu yerga havzlik parolni kiriting deyapti. Ya'ni boshda qo'ygan havzlik parolni yozamiz. Xo'p, yozib oldik. Bu yerda mana pastga tushsak, pul yechish har kuni 12:30 dan 17:00 gacha ekan. Pul yechish jarayoni mana 2-24 soat ishlab ketar ekan. Minimal yechish 8500 so'm deyapti. Hop, yozib oldik hammasi. Endi yechishni ustiga bosamiz. Hop, 15% usluqasi bor ekan va bizga 127.500 so'm tushar ekan. Hop, pastki ustiga bosamiz. Va pul yechildi dedi. Va bitta orqaga qaytamiz. Bu yerda mening bo'limiga o'tsak, bu yerda mana yechish tarixini ustiga bosamiz. Ya'ni bizni pulimiz tushgandan so'ng bu muvaffaqiyatligi o'zgaradi. Hozir pul tushgandan so'ng videoni davom ham olaman. Hozir videoni to'xtatib turaman. Va bu yerda hozir mana oradan 10 minutdan vaqt o'tmadi. Bu yechish bilan muvaffaqiyatli dedi va bu yerda mana menga pulim kelib tushdi. 127.500 so'm. Hozir anaqa ko'rsatmayapti. Kartadan chekim ko'rsatmayapti. Chekini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Pul olib tushgani uchun bilmadim. Kartalar bo'limida transaksiya tarixida chekim ko'rsatmayapti. Chekini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlayman. Bu yerda o'zim mana Telegram kanali ham bor, mana o'tib ko'rsanglar bo'ladi.
Xullas do'stlar, videoni shu bilan yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.